Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitetining o'qituvchisi professor doktor Abdurashid Abdujalil Qarloq Sharq Turkistonda Xitoyning yig'ib olish lagerlariga qamalgan kishilarning uchurlari yer olgan Shohid biz to'g'riga oilasi haqida ma'lumot berdi. O yana Uyg'ur Polisi nomli YouTube kanalida yangi bir video e'lon qilib, onasi va qarindoshlari haqida erishgan yangi ma'lumotlarni o'rtoqlashdi. O Xitoyning yig'ib olish lagerlari siyosati boshlangan 2017-yil 1-oydan boshlab Qashqar va Urumchidagi urug' tuqqanlardan hech qanday shaklda uchur olmaganligini aytdi. Professor Abdurashid Abdujalil Qarloq buningdan burun oilasi haqidagi uchurlarni Qrim xabar agentligi tayyorlagan bir videoda e'lon qilgan edi. Bu jamoat fikrida zo'r inkas paydo qilgandan keyin Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasining doiralari uning bayonotlariga yolg'on va bir-biriga zid javob qaytardi. Ulug' Ramazon oyida Xitoy ishg'olchilarining Sharq Turkistonda diniy e'tiqodga haqorat qilib, atalmish pivo ichish musobaqasi o'tkazganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoy ommaviy taratqularda tarqalgan videolarda ko'rsatilishicha, ma'lum shaharning maydoniga yig'ilgan Uyg'urlar pivo ichish musobaqasiga qatnashtirilgan. Xitoy har yili Ramazonda o'tkazadigan bu faoliyatni atalmish zamonaviy madaniyatga yetakchilik qilish faoliyatining bir qismi deb kelmoqda. Xitoy 2015-yil 5-oydan boshlab oshxona, restoran va yemaklik do'konlarida aroq va tamaki setishni majburiy yo'lga qo'ygan bo'lib, bu xalqaro jamiyatning kuchli diqqatini tortgan edi. Vengriya diplomatiya va tashqi ishlar ministri Petr Sejjarto Türk Kengeshining o'zaro mablag' selish fondi ta'sis qilishni qaror qilganligini va davlatining qatnashadiganligini e'lon qildi. Ministr Sejjarto Türk Kengeshi a'zo davlatlarining iqtisod va savdo ministrlari bilan sinliq yig'in usuli orqali o'tkazilgan uchrashuvdan keyin o'zining ijtimoiy aloqa hisobotidan bayonot e'lon qildi. U bu mablag' selish fondining asosligi yemaklik, dehqonchilik va ul aslaha selinmasini mablag' bilan ta'minlaydiganligini bayon qilib bundoq dedi. Türk Kengeshiga a'zo davlatlar Türk mablag' fondi qurilishini qaror qildi. Biz bu qurilishga qatnashimiz. Mablag' selish fondiga Turkiyaning qatnashishi bilan ahamiyati texmi oshdi. Turkiyaning nishoni qisqa vaqt ichida dunyodagi iqtisodiy eng kuchli 10 davlatning ichiga kirish. O yana Türk Kengeshi davlatlari bilan Vengriya o'rtasidagi savdo miqdorining o'tgan 10 yilda bir qatlanganligini tilga oldi. Yevropa İttifaqı Beijing hukumatining Xitoydagi bosh elchilari yozgan va bu davlatning taratqularida e'lon qilingan maqolasida yangi tipdagi Wuhan virusining manbasi haqidagi mazmunlarning chiqarib etilganligini dalilladi. Yevropa İttifaqı Xitoy vakillar umiga e'lon qilgan yozma bayonotida Yevro-Xitoy munosabatining 45-yilligi munosabati bilan Yevropa İttifoqining Xitoyda turishliq bosh elchisi Nikolas Chapuis va Yevropa İttifoqiga a'zo 27 davlatning bosh elchilarining Xitoy kundalik gazetida va xalq gazetida e'lon qilish uchun birlashma maqola yozganligi o'tirg'i qo'yilgan. Bayonotda yana Yevropa İttifoqi vakillar umigiga axborot organlari tomonidan Xitoy tashqi ishlar ministrligining COVID-19 ning kelib chiqishi va tarqalishiga munosabatlik bir jumlani amaldan qoldirish sharti bilan maqolaning e'lon qilinishiga ruxsat qilinganligi uqtirilganligi aytildi. Amerika va Xitoyga vakillik qiladigan savdo suhbatlari ikki davlat imzolagan birinchi bosqichlik savdo kelishimini qo'g'dash va yo'lga qo'yishga qo'shildi. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining xabariga qaraganda, Xitoyning muavin bosh ministri Liu He, Amerika savdo vakili Robert Lighthizer va Amerika moliya ministri Steve Mnuchin bilan telefonlashgan. İki davlat bu yil hosil qilgan birinchi bosqichlik savdo kelishimining yo'lga qo'yilishi uchun yaxshi muhit barpo qilish va ommaviy sog'lomlik sohasida hamkorlikni kuchaytirish uchun o'rtaq tirishishga qo'shilgan.